muxlislarimiz, hurmatli podpischilarimiz, YouTube muxlislari, biz ashaddiy klientlarimiz va sizlar uchun ajoyib bir ofisimizga, kompyuterning ofisini stolimizni, xususan yaqin vaqtda ko'rganimizdek orqadagi panellarimizni, orqa devorimizga bazalar tasvir qilib qo'ydik. Ko'rganimizdek dizaynlarni juda chiroyli ko'rinishda. Bu tomonda mana ko'rganingizdek uchta to'qnashuvligimiz qoplamada ko'rganimizdek qo'ydik. Qolganlarini ajoyib ko'rganingizdek. Ilariga shkaflar qilganmiz, bemalol ko'rishingiz mumkin. Demakki, kursini qo'yib turib, bemalol o'tirib, rejini harakatlarni oson bo'ladi. Bu yerda bluetoothning millimetr rezistans o'rnatganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol foydalanish qulay bo'lishi uchun o'rnatib berganmiz. Yana yopiq bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, kimga shunaqa assalomu alaykum yoki boshqa turdagi mebellar kerak bo'lsa ham pastda yozib qolib ketamiz. Podpiska qilishda to'xtamanglar. Bizlar sizlar uchun xizmat qilishda to'xtamaymiz. Hammaga omad, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada o'zingizning fikrlaringizni qoldirsalaring. Unga qarab biz yanada rivojlanishga harakat qilamiz. Hammaga omad.